Mana shu ko'rib turgan bolalaringlar, meni sinfdoshlarim, shu o'rinda narsani eslatib o'tmoqchiman. Sinfdoshlarning o'rni baribir boshqa. Hech kim ularning o'rnini bosa olmaydi, hech qachon. Maktab 10 yil bo'ladimi, 20 yil bo'ladimi bitirib ketganiga hech kim bilmagan narsalarni biladi. Mani familiyam nima edi deb so'rasa, sizni familiyangizni aytib beradi. Boshqa sinfdoshlarning familiyasini aytib beradi. Не только familiya, balkim bizning hech narsamiz yo'qligida ular bo'lgan. Sinfdoshlar bor bo'lsin. Sinfdoshlarni tanlab bo'lmaydi. Hayot o'zi ro'para qilib qo'yadi. Tak что qadriga yetinglar. Ana bu gaplar begonalikka emas. Hamma bizga tegib ketgan. Sinfdoshlar yig'layli, uxlayli, buqlayli. Bu baribir biz shunaqa mentalitetda yashaymiz. Oqibati ustun baribir ko'p narsalar. Idora hamma. Говорка слова под ногами не путайся.